Semizlik, ya'ni organizmda ortiqcha yog' to'planishi, inson uchun eng xavfli hisoblangan kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bilishni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi o'rinda insoniyat uchun eng xavfli bo'lgan kasallik infarkt va insultni keltirib chiqaradi. Bu jarayon qon tomirlar devori atrofida ortiqcha yog' to'planishi natijasida qon tomirlar devorini siqib qo'yadi va tromb hosil bo'ladi. Va o'sha tromb yorilishi natijasida infarkt yoki insult kelib chiqadi. Ikkinchi o'rinda jigar kasalliklari, asosan yog'li gepatoz. Jigar hujayralari atrofini yog' bosishi natijasida jigar o'z faoliyatini to'laqonli bajara olmaydi va natijada jigar sirrozigacha olib kelishi mumkin. Uchinchi o'rinda onkologik kasalliklar, asosan ayollarda ko'p kuzatiladi. Ko'krak, tuxumdon va buyrak saratoni xavfini oshiradi. Va eng asosiysi erkaklardagi bepushtlik. Erkaklardagi erkaklik gormoni testosteronni tushiradi va ayollik gormoni estrogenni oshirishi natijasida bepushtlik yuzaga keladi. O'zingiz va yaqinlaringizni sog'lig'ini asrang va bundanda foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling.